Hammaga salom. Bu videoda sizlar bilan Online PBXni qanaqa qilib turib Amoseriyaga integratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi Online PBX akkaunt ochib olganman. Va boshqa stranitsaga Amoseriya akkauntimni ham ochib olgan bo'lishim kerak. Keyin tepada servis degan bo'lim bor. O'sha bo'limda eng pastda integratsiya bo'limi bor. O'sha integratsiya bo'limiga kirib olamiz. Bu joyda hamma xizmatlarni integratsiya va API tokenlar olish uchun bo'lim ham bor. Bizga Amoseriya ham kerak bo'ladi. Shu joyda подключить tugmasini bosib, shu oynaga o'tib olamiz. Endi men agar Amoseriya akkauntini ochib olgan bo'lsam, bu joyda chiqmaydi. Shuning uchun Amoseriya akkauntiga kirgan holatda bu joyni bosaman. O'zim Amoseriya akkauntimni tanlab, razрешитni bosaman. Demak, Amoseriya akkauntim ulandi. Endi buni qo'shimcha nastroykalarni chiqamiz. Birinchi o'rinda воронка tanlab olamiz. Agarda bizda bu joyda ko'p воронка bo'ladigan bo'lsa, masalan, call center, sotuv, baza va shunga o'xshash воронкаlar bo'ladigan bo'lsa, qaysi воронкаga yangi kiruvchi qo'ng'iroqlar tushishini belgilab qo'ysak bo'ladi. Keyin bizda 2-3 ta raqam bo'ladigan bo'lsa, har bitta raqamni alohida воронкаga настройка qilsak bo'ladi. Endi bizda qo'ng'iroq turlari bor: kiruvchi, chiquvchi va пропущенный qo'ng'iroqlar bor. Bizni so'rayapti, qaysi biriga kontakt yaratib, qaysi biriga сделка yaratib, qaysi biriga просто так неразобранный etapti, zaifga yaratib qo'yadi. Demak, bizda standart holatda kiruvchi qo'ng'iroq uchun kontakt bilan сделка yaratamiz, chunki agar bu joyda CRMda просто так u raqam kiruvchi qo'ng'iroq bo'layotgan raqam yo'q bo'lsa, CRMimizda kontakt bilan сделка yaratish logika to'g'ri. Lekin chiquvchi qo'ng'iroq bo'lganda biz chiquvchi qo'ng'iroqni Amoseriyaning bazadan qilishimiz kerak. Shuning uchun исходящийga agar kontakt yo'q bo'lsa, просто kontakt yaratib qo'yishimiz o'zi yetarli bo'ladi. Endi пропущенный qayta ishlanishi kerak. Hali biz uchun bu lead emas. Shuning uchun неразобранный qo'yib qo'ysak, chunki lead demaganim balki lead bo'lishi mumkin, lekin hali kimga tushgani noma'lum. Ya'ni u raqam bilan kim ishlashligi noma'lum bo'lgani uchun biz неразобранныйga hali hech kimni ответственный qilmasdan zaifga sifatida qo'yib qo'ysak, bu logika to'g'ri bo'ladi. Ответственный по умолчанию. Standart holatda mana shunaqa пропущенный bo'lgan holatlarda ответственный tanlab qo'yish. Buni tanlamasak ham bo'ladi. Etap bizda asosan первичный kontakt, ya'ni yangi lead bo'lishi mumkin. Asosan standart etapimiz. Endi дополнительный biz qo'ng'iroqni qanchasini yuklab olishimiz mumkin, ya'ni CRMga o'tkazib berishimiz mumkin. Umuman CRMga qo'ng'iroqlarni zapisdan o'tkazmasligimiz mumkin. Vez звонок degani biz 30 sekund video ketishi mumkin, 20 sekund razgovor qilishimiz mumkin. Ikkalasini ham Amoseriyaga yuborib berilyapti. Только разговор. Faqatgina 30 sekund video ketsa-da 20 sekund razgovor bo'lsa, o'sha 20 sekundni Amoseriyaga yuborib ber. Vez звонок qilib qo'yamiz. Chunki bu xodimlarni statistikaga chiqarish uchun kerak bo'ladi. Xodimlar agar общий 30 sekund kudokda turgan, ya'ni ajlanib turgan bo'lsa-da, 20 sekund gaplashsa ham u baribir shu ishni qilgan hisoblanadi. Shuning uchun ikkalasini ham yuborib qo'yishimiz kerak, statistika aniq chiqarish uchun. Endi bu joyda галочкаlar qaysi birini tanlashimiz kerak, qaysi birini tanlamasligimiz kerak. Создавать задачу по пропущенным. Ya'ni пропущенныйlar uchun задача yaratish. Buni belgilab qo'yamiz, yoki пропущенныйlarga tezroq aloqaga chiqishimiz kerak. Указывать ответственно по умолчанию. Buni belgilab qo'yamiz. Agarda bu joyda umolchaniyaga ответственно qo'yib qo'ygan bo'lsak, o'sha ответственный belgilab yuboradi. Agar uni mas'ul odam bo'lmasa raqamiga.
Xo'p, bu ikkalasi agarda raqam успешный etapda turgan bo'lsa yoki отказ etapida turgan bo'lsa birinchisida yana bitta yangi сделка ochib bergan. Bu holatda dubl ko'payib ketadi. Shuning uchun o'chirib qo'yamiz buni ham, buni ham. Bunda успешный etapda, bunda закрыт etapda. Keyingisi qo'ng'iroq tipiga qarab turib tek qo'yib beryapti. Ya'ni u kiruvchimi, chiquvchimi yoki пропущенныйmi входящий, исходящий, пропущенный degan tek qo'yib beradi. Bu bizga kerak. Добавлять название внешнего номера качества тега. Ya'ni bizga agarda ikkita uchta raqam ishlatadigan bo'lsak, o'sha raqamni bizga tek sifatida tushirib ber deyapti. Bu ham kerak. Объединить новые контакты и сделки с существующими. Agarda yangi kontaktni birlashtirib yuborish degan ma'noni bildiradi. Buni ham vaqt qo'ysak bo'ladi. Bu joyi xuddi shunaqa nastroyga qilinadi. Endi bu joydan agarda biz qo'shib qo'ysak foydalanuvchi Amo CRMdan ham o'sha Amo CRM foydalanuvchisiga biriktirib qo'ysak bo'ladi. Shu bilan integratsiya hali tugamadi. Chunki Amo CRMda ham qiladigan qilishimiz bor. Ammo marketga o'tganimizda установление bo'limida Online PBX widget chiqadi. Avtomatik Online PBX orqali ulaganimizda. Shu joyga o'tib, сохранitni bosamiz. Ikkita knopkani bosib, сохранitni bosamiz. Shundan keyin bizda 5-10 minut ichida bizning ikonkamiz paydo bo'ladi. Integratsiya qisqacha shu edi. Hammaga rahmat.